mani hayratga solgan universitetlarning bibliotekalari. Hayratga solgan. Chunki biz o'rganganmiz, bitta mana shunday ikkita, uchta kattaroq xonada kitoblar bo'ladi, o'shani bor edi. Yo'qda целое здание 3-4 etaj. O'ta masalan o'sha mani universitetimning biblioteka agar buni razmerini tasavvur qilmoqchi bo'lsangiz, bibliotekani, ya'ni kattaligini tasavvur qilmoqchi bo'lsangiz, shu tsumdek bino. Necha etaj edi? Yoki 4 qavat. 4 qavat. 4 qavat, ya'ni podvol 2 qavat. Podvol. To'la kitob. To'la kitob. Pritom erkin demoqchiman. Polkalar bor, sizni hech kim endi kiraverishda sizda student ID bor. Chi qilib kirasiz. Ichkarida qaysi seksiyada siz nima kitob o'qiyapsiz, nima bilan shug'ul, hech kim ishi yo'q. Hamma yo polka kitob, o'sha polka kitoblarni oldida o'qishga joylar. Butun stol, prosta stullar, kreslolar va hokazo. 4 etaj shunaqa.